Assalomu alaykum, hurmatli elektriklar. Oldingi darsimizda biz Delix EM60 inverterini boshqarish usullarini, ya'ni mana knopka orqali boshqarish, klemmalar orqali boshqarishlarni ko'rib chiqqandik. Endi hozir chastotani boshqarish, chastotani sozlash usullarini ko'rib chiqamiz. Delix EM60larda chastotani boshqarish usullari ko'p. Eng soddasidan boshlaymiz. Birinchisi mana regulyatorni o'zi orqali boshqarish. Mana hozir ishlamayapti, sababi boshqa parametrlar turibdi. Potentsiometr, o'zidagi potentsiometr orqali boshqarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana kitobni olamiz. Parametrga kirsak, hozir bu yerda bizga T004 mana Weber istochnik chastota deyapti. Shu parametrni o'zgartiramiz. Mana hozir biz bu yerda zadayasi klaviaturniy potentsiometrga olamiz. Ya'ni klaviaturniy potentsiometr, mana potentsiometr orqali boshqarish deyapti. Hozir biz mana P004 ni 2 ga o'zgartiramiz. Mana bizda 0 bir turibdi ekan, hozir buni 2 ga o'zgartiramiz. Mana 2 enter. Endi hozir mana potentsiometr orqali ishlayapti, mana o'zgaryapti. Endi ishlatib ko'ramiz mana. Tushga bosdik. Hop, endi mana qo'shib ko'ramiz chastotani. Gacha ko'tarildi, ishladi bu. Hop. Endi keyingi boshqarish usuli, chastotani boshqarish usuli. Mana bu klaviaturadagi klemmalar orqali mana tepaga pastga klemmasi orqali boshqarish usuli bor. Buning uchun yana P004 ga kiramiz. 4 ga kirib turib, hozir bizda 2 turibdi ekan, shuni 0 ga o'zgartiramiz. P004 ni. Задается с пульт управления свой питание не сохраняется deyapti. Ya'ni mana shu pult orqali boshqariladi, lekin chastotani saqlamaydi o'zida. Har yangilanganda 50 chastotadan boshlanadi bu. Biz buni o'zgartiraylik, mana 0 ga o'zgartirdik. Enterni bosdik. Endi mana e'tibor bersangiz, potentsiometr ishlamaydi mana. Hozir ishlayapti, ishlamay qoldi. Endi pushni bosamiz. Pushni bosdik, mana 50 chastotada ketdi. Endi mana klaviatura orqali boshqarishingiz mumkin mana. Bosib tursangiz tezroq o'zgaradi. Tepaga ko'targanimizda mana tepa ortib boradi chastota. Mana shu holatda ishlanadi. Endi bu yerda mana kitobidagi mana hozir biz 0 tanladik. Svoy питание не сохраняется в памяти deyapti. Ya'ni xotirada saqlamaydi bu chastotani. Mana hozir stopni bosdik. Stopni bosdik. Mana avtomatik 50 ga chiqib qoldi. Yana knopkani bosganingizda siz oldingi chastotani saqlamaydi, 50 dan boshlaydi. Agar 1 ga tanlaydigan bo'lsak, задается пульт управления свой питание сохраняется в память. Ya'ni siz oxirgi marta bergan chastotangizni o'zida saqlab qoladi. Aytaylik 30 qo'ygan bo'lsangiz, 30 dan boshlaydi. Qachonki o'zgartirmaguningizcha o'sha holatda turadi. Bu bo'yicha to'xtalmaymiz hozir. Endi uchinchi usuli klaviaturniy potentsiometrni ko'rdik. Endi mana внешний клемма VF1. Задается внешний клемма VF1. Ya'ni mana klemma orqali boshqarish deyapti. Mana agar ekranda ko'rinayotgan bo'lsa, yaqinroq olib kelaylik. VF1 klemma turibdi. O'sha VF1 klemma orqali boshqarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga mana bundaqa potentsiometr kerak bo'ladi. O'zbekchasiga bu o'zgaruvchan qarshilik deyiladi. Elektronika bo'yicha xabari borlar bo'lsa, ya'ni bu qarshilikni o'zgartirib beradi. Qurilmani burasangiz, mana muruvvatini buraganingizda qarshilik o'zgaradi. Biz multimetrda bitta tekshirib ko'raylik-da shuni. Mana hozir biz 10 kilo ohmlik qarshilik bu. Hozir 0 da turibdi qarshiligimiz. 60 kilo ohmga qo'yaylik buni. 60 kilo ohmga qo'yib turib, bitta oyog'iga mana chekkadagi oyog'iga qo'yib turib, buni tekshirsak, mana 946. Ozgina xatolik bo'ladi. 946 qarshilikda turibdi. Mana ozgina burab turib tekshiradigan bo'lsak, qarshilik kamayadi. 5 ga tushibdi mana. Qarshilik kamaydi. Oxirigacha buraydigan bo'lsak, buni qarshiligi 0 bo'ladi buni. Mana 0 chiqdi. Bu tomonda mana oxirgi qarshilik 947 da turibdi. 3-oyog'i. Bizga hozir birinchi oyog'iga biz inverterda mana klemmasida +10 volt turibdi.
Mana shu yerda mana chekkasida turibdi mana. Eng chekkada turibdi. Plus 10 volt. Shu 10 voltni mana bu birinchi oyog'iga ulaymiz. Bunga 10 volt pitaniya beramiz. Ikkinchi oyog'ini VF1 kilemiga ulaymiz. Ikkinchisiga mana VF1 kilemiga ulaymiz. Uchinchi oyog'ini GND ga ulaymiz. GND ga. Ya'ni 10 volt bunga beramiz biz. 10 volt VF1 kilemiga 10 volt to'liq kelsa, chastota 50 Hz bo'ladi. Agar 5 volt beradigan bo'lsak, yarmi 25 Hz da ishlayotgan bo'ladi. O'sha qanchalik biz volt ko'targanimiz sari ko'tarilib boraveradi. Volt o'tmay qoladigan bo'lsa, ya'ni tok o'tmay qoladigan bo'lsa, kuchlanish chastota 0 ga tushadi. Shu bu o'zgaruvchan qarshiligimiz bizga managa beradigan kuchlanishimizni o'zgartirib beradi VF1 ga. Kuchlanish o'zgarishining hisobiga bu yerdagi chastota o'zgaradi. Hozir buni ulab tekshirib ko'ramiz. Men hozir buni mana tayyor qilib ulab qo'yganman kabellarini. Hozir shuni ulab tekshiramiz birgalikda. Mana bizda birinchisi mana jigarrang kabel. Jigarrang ulab qo'yganmiz. Jigarrangni biz plus 10 voltga ulaymiz. Plus 10 voltga ulaymiz. Plus 10 voltga uladik. Endi ikkinchi oyog'i bizda ko'k ekan, ko'k rangi. Ko'k rangda VF1 ga ulaymiz. VF1 kilemiga ulaymiz. Uchinchi oyog'i endi qora rangda oxirgi qo'yganimni biz GND kilemasiga ulab qo'yamiz. GND kilemasiga. Hop, mana ulash tayyorlab oldik. Endi parametrini o'zgartirib qo'yishimiz kerak. P004 bizda demak задается внешний клемма VF1 deyapti. Bu hozir deyliksiz Y60 da faqat VF1 klemma bor xolos. Boshqa Y100, Y180 larda VF2 ham borligi uchun bu yerda VF2 ni yozib qo'ygan. Biz hozir VF1 ga uladik. Demak biz hozir 3-chi P004 3 tanlaymiz. P004 3 tanladik. Endi mana potentsiometrni buraydigan bo'lsak, mana chastota o'zgaryapti. 0 ga tushiraylik-da. Pust berdik. Mana hozir 0 turganligi uchun ishlamadi. Endi mana chastotani qo'shamiz. Keyin tezlashib boradi. To'liq 50 Hz chastota, ya'ni motorda to'liq obrotda aylanyapti. Hozir VF1 kilemaga to'liq 10 volt pitaniya kirayotganligi uchun. Agar biz pitaniyani kamaytiradigan bo'lsak, ya'ni qarshilikni orttiradigan bo'lsak, qarshilik ortganligining sababiga kuchlanish kamayadi. Kuchlanish kamayganligi uchun VF1 dagi chastota o'zgaradi. Hozircha shular edi. Endi keyingi darslarda nasib qilsa bunaqa potentsiometr orqali emas, PID regulator deydi, proporsionalniy integratsionalniy и differensialniy deydi. Ya'ni bosim datchigi, temperatura, haroratga qarab yoki kompressorlardagi bosimga qarab, havoni bosimiga qarab turib, mana bu chastota o'zgaradigan qilishi mumkin-da. PID regulator, ya'ni o'sha bu yoqdagi temperatura yoki bosimga qarab turib, inverterda tezligi o'zgaradi yoki kamayadi. Shunaqa nastroyka qilishni ko'rib chiqamiz. Hozircha hammalaringga sog' salomatlik tilayman. Xayr, salomat bo'linglar.